Assalomu alaykum qadrli obunachilar, mana sizlar bilan yana Minecraft. Bu videomizda biz uy taxlab, ertalab portal taxlashni o'rganamiz. Bu videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi albatta. Uy taxlashimiz kerak. Kichikroq bo'lsa ham chunki uxlashimiz kerak o'zi. 1, 2, 3, 4, 5 6 6 1, 2, 3, 4, 5 6 bitta o'tib ketdi. 1, 2, 3 3 endi biza uyni taxlash kerak. Tezroq bo'laylik. Sizlar juda ham qo'rqoqchilar. Shuning uchun tezroq bo'lish kerak sizlar uchun. Sizlarning like va podpiska mendan mehnat. Ajoyib obunachilar. Biz 6 ta obunachi bo'ldik. Yaxshi. Hali ko'p bo'lishimizni istayman. Bo'lishimiz kerak. Qadrli obunachilar. Endi tepasini taxlaymiz chunki siz qiziqyapsizlar. Bo'lmasa kattaroq uyni qilardik. Endi yotoq kerak. Yotoq qani endi? Ana bu şimdi yatağımıza koymamız gerek. Tezroq uxlaylik. Tezroq. Lekin uxlab turib. Endi biz portal taxlashni o'rganamiz. Uchun bizga obsidian bilan nima bilasizlarmi? 1, 2, 3 topa olasizmi? Yo'q. Yoki ha. Kommentariyaga izohlaringizni qo'ying. Zajikalka. Qilganlar ajoyib bo'ladi. Bo'lmasa nima? Yaxshi chiqmaydi. Endi 1, 2, 3, 4, 5 6 ta bo'lib 1, 2, 3, 4, 5 ana 6 ta bo'lib ana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bo'ldi. Endi agar bizga portal hosil bo'ladi, endi bu portalga kirib olamiz. Ana bu yerga bizlar lava portalga kirib oldik. Bu yerda suv nima qilib bo'lmaydi, jonli bo'lib qolsanglar agar o'ylasizlar. Bu yerda suv ham qo'yib bo'lmaydi. Sog' bo'ling qadrli obunachilar. Sizlardan like va obuna bo'lish mendan esa mehnat. Sog' bo'linglar aziz obunachilar.